Hurmatli obunachilar, bizlarni kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo Ulug'bek rayon sentr uchastkasida joylashgan 24 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 2000 kvadratni tashkil qiladi. Yer uchastkasida ikkita imorat ko'tarilgan. Bittasi asosiy bino, mana ko'rsatib turganimizda 4 ta qavatdan iborat. Podol birinchi va ikkinchi qavat, imoratni eng tepa qismi mansarda qilingan. Ikkita baseyni bor, bittasi hovli qismida joylashgan va bittasi ko'rsatgan asosiy binoyimizning tegida podol qismida joylashgan. Podol qismida sauna bor, bilyardning uchun joylari mo'ljallangan, bilyardning stoli qo'yilgan. Demak, oldi hovlini ko'rinishi bo'lyapti. Bu joyda basen. Basenning razmeri uzunasiga 17,5 metr va eniga 7,5 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Bu joyda sharshara o'rnatilgan va sharsharada ariq orqali hovlida yuradigan joylari bor. Mana suv yuradigan joylari bor. Chiroyli qilib landshaftlar qilib qo'yilgan. Katta-katta archa daraxtlar ekilgan. Demak, bu ko'rsatgan uyimizni asosiy bino bo'lyapti. Eslatib o'taman, 17 ta xonasi bor. Umumiy 17 ta xona. Ikki taraflama orqa hovliga o'tsa bo'ladi. Bittasi mana yon tarafda, chap tarafdan o'tyapmiz orqa hovliga. Bu joyda ham yana bitta eshigi bor. Imoratning ichiga birinchi qavatga kiriladi. Hovlining etagida yana bitta imorat qurilgan. Joylashgan manzili sentr uchastki, elitniy mahallalardan bittasida joylashgan, havosi toza joylar. Demak, orqa hovli bo'lyapti. Bu joyda ham ko'rib turganingizdek katta archa daraxtlar bor va boshqa katta daraxtlar ekilgan. Bu joyda mana hovlining etagida joylashgan yana bitta imorat. Ikkita qavatdan iborat bo'lyapti. Birinchi va ikkinchi qavat. Kichikroq podol qismi ham bor va hovlida yana besetka joylashgan. Asosiy binoni orqa tarafdan ko'rinishi. Agar bu uyga qiziqadigan bo'lsangiz, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Demak, eslatib o'taman, Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan 24 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 2000 kvadratni tashkil qiladi. Xonalarning soni 17 ta. Kattaroq yer uchastkasiga ega bo'lgan ko'proq xonali uy olaman deganlarga juda ham yaxshi variant. Sentr uchastkini eng elitniy mahallasida joylashgan 24 sotix yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy.